Hammaga salom, hammaga xayrli tong. Hozir biz trendoviy morojniy, ya'ni qovunli morojniyni tayyorlab ko'ramiz. O'zi trendlar ortidan quvadigan nimam yo'q, lekin morojniylik bo'lgani uchun o'zimni ham qiziqish bo'luvdi. Birinchi videolar chiqqanda shunaqa qilib ko'raman degan niyat bo'luvdi. Hozir yana qilib ko'ramiz, prova qilib boshladik. Qovunimizni morozelkadan oldik. Mana shu 2-3 kun turgan, mana shunaqa muzlab, toshdek qotib qolgan. Morojniyimizga kerak bo'ladigan ingrediyentlar: kokos kukuni, sut, sgushanniy молоко. Bizda soat millar 3:15 va biz boshladik. Mana shunaqa probniy kadrlar oldim, o'ynab, kulib deganda qo'ldan kelgancha. Usti-boshiga ko'p e'tibor bermaysiz, samimiy, shunaqa tabiiy video olgim keldi. Do'stlar, barcha ingrediyentlarni solib olib, aralashtirishni boshladik. Morojniyimiz mana shunaqa ko'rinishga, suyuq ko'rinishga ega bo'ldi. Dashni aralashtirishni boshlaymiz. Ko'proq, quyuqroq qilib. Morojniyimiz morojniga o'xshab quyuqlashishni boshladi mana shunaqa. Yanada aralashtiramiz, ko'proq, yaxshiroq, chuqurroq deganda. Do'stlar, qovun morojniyimiz mana shunaqa quyuq holatga kelib qoldi. Morojniga o'xshaydi mana shunaqa. Hozir yanada yaxshilab aralashtirib, morojniy holatiga keltirishimiz kerak. Do'stlar, morojniyni aralashtirguncha qo'lim juda muzlab ketar ekan. Kadrda xuddi qo'limni yalatgandek ko'rinayotgan bo'lishi mumkin tezlikda. Bu qo'limda isitib olishning uchun morojniyimiz mana shunaqa gustoy bo'lib, haqiqiy morojniydek tayyor bo'ldi. Hozir buni tatib ko'ramiz. Ta'mi xuddi qovunli, muzli qovunda. Mazasi yaxshi, samimdagi, qanaqadir shakar pastroqdek tuyuldi menga, o'shaning uchun hozir bunga yana shirinroq deb mana shunaqa pozalar qilib oldim. Video obloshkasi qo'yish uchun. Mana hozir hammasini aralashtiryapmiz, shirinroq qilaylik deb. Morojniydek bo'lsin-da, bo'lsa. Ro'zg'orda bir o'zim bo'lganligim uchun tayyorlagan narsamni sirazi tatib ko'rib, yeb ko'raveraman. Morojniyimiz mana shunaqa tayyor bo'ldi. Hammaga yoqimli shunaqa enjoys. Perfect. Birinchi tayyorlagan morojniy darrov shirin bo'lib yeb qo'yganim uchun ikkinchisini tayyorlashga o'tib ketdik. Mana shunaqa sutlar, sgushanniy молокоlar qo'shib. Ikkinchisi oson bo'ldi, chunki qovun ancha yumshoq qo'limizda. Tayyorlash juda oson. Kamera mana shunaqa qiyshayib ketdi. Uni to'g'irladik. Keyin yana qiyshayib ketdi mana shunaqa. Ancha vaqt meni kadrga olmagan. Keyin ko'rib yana to'g'irladim. Morojniy mana shunaqa darrov tayyorda bo'ldi. Ko'rinishi juda chiroyli va mazali. Perfect. Mana shunaqa ko'rinishga ega bo'ldi morojniyimiz. Hammaga xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.